ayrim yoshlarga kontrakt summasining bir qismi qoplab beriladi. Bu bo'yicha Prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan boshlab kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalardagi yoshlarga quyidagi imtiyozlar beriladi. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmatni bepul o'tash tartibi joriy etiladi hamda ushbu maqsad uchun subsidiya ajratish tartibi bekor qilinadi. Yoshlar daftari jamg'armasi orqali avtomototransportlar haydovchilarini tayyorlash o'quv kursi xarajatlarini qoplab berish bo'yicha subsidiya haydovchilik guvohnomasining A, B, D va DE toifalarini olish uchun to'lab beriladi. Kasbiy va oliy ta'lim tashkilotlari o'quvchi talabalarining kontrakt summasi 50% gacha qismi tuzilgan ijtimoiy shartnoma shartlarini bajarish darajasidan kelib chiqib to'lanadi hamda birinchi o'quv yili uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmasligi lozim. Ayni bir shaxs bir yil davomida ijtimoiy xizmatlardan ko'pi bilan 2 marta foydalanishi mumkin. Eng qiziqarli xabar va yangiliklar bilan Markazda yoshlardan uzoqlashmang.